Hurmatli chorvadorlar, semichkaning ikki xil kunjarasi. Qo'chqor boqasizmi, sog'liq qo'y boqasizmi, sigir boqasizmi, novvos boqasizmi, xullas hamma chorvaga gapiraveradi. Sen boshqacharoq ekan-a bu, ha? Ha, yo'qroq yaxshi chiqdimi bugan? Gupullab hidi kelib turibdi aka. Shunda o'shagingiz o'zi hidi gupullab haligi semichka qattiq hidi kelib turar ekan-a, ha? Qarang, mana qarang. Narxlari nima deyapti bularda aka? Narxlari kelishtirib beramiz. Bunisi 3000 so'mdan, ular 2,5 so'mdan. Ko'proq olganga kelishtirib, arzonroq qilib beramiz. Dastlabkisi bor. Vodiy bo'ylab o'rni. 3000 bu 3000 a? Ha, bu 3000 so'm. Qop-mop hamma yo'q o'zingizdan. O'zida, ha, hamma yo'q. Dastlabkasi o'zingizdan. Ha. Necha kilo borishimiz kerak? Necha kilo olishimiz kerak? 1 tonna bo'lsa, 1 tonnaga dastlabki. Qayergacha 1 tonna? Vodiy bo'ylab. Bir 700 kilo, 600 kilo qoplamadimi? Yo'q, endi yaqinroq bo'lsa, o'zimiz territoriya yaqinroq bo'lsa qoplaydi. Qolgan uzoqroqqa bo'lsa 1 tonna aka. Hozir mana shu Marg'ilon Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoriga olib kelyapsiz. Har payshanba. Necha kilo olib kelyapsiz? Necha kilo ko'taradilar bo'yiz? 1 tonna ko'tarmaydi-yu. 1 tonna 200 kilo olib kelaman. 1 tonna 200 kilo sotib yuborasiz? Ha, sotib. 1 tonna 200 kiloni sotib yuborasiz. Nomeringiz nechi? 93lik 594 93 43. Telefon qilishaversin-a? Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Akalar telefon qilaverasizlar. 3000 u 2,5 2,5. Ko'proq olganga kelishlar xonasi bu. Kelishgan ahvolda kelishib dastlabki beramiz. 700 kiloga kelaverasiz. Kelaveramiz, ha, Xo'p. dastlabki.